Sizlar bilan X Richard. Bugungi videomizda chat yozishni o'rganamiz. Videoni boshlashimizdan oldin like va tugmasini bosib qo'ying. Bu video juda ham foydali bo'ladi. Oxirigacha ko'rishni maslahat bilan beraman. Xullas o'yinimiz boshlandi. Boshladik. Chat yozishda tuxum birinchi vazifamiz dragonni tuxumini olish ekan. Dragon tuxumini olish uchun biz birinchi chatga kirib olamiz va chatda tayoqcha bo'lmasa, ya'ni operator rejimiga qo'yib olamiz. Mana operator rejimida turibdi ekan. Ana endi sekretni ustiga yana bitta bosib borsak, tayoqcha paydo bo'ladi. Tayoqchasiz o'zi hech narsa qilmaydi, ya'ni tayoqcha paydo bo'ldi. Ana endi Ender Dragon Spawn Egg deb yozadigan bo'lsak, Ender Dragon tuxumi beradi. Men sizlarga buni o'rgatyapman, chunki bu Ender Dragon tuxumi bizning inventarimizda yo'q. Men buni uzoqroq qo'yib tiriltiraman, chunki menga yana kartonchalar hali kerak. Bu yer taydalik uchun yerda yig'ib ketdi. Bu vazifamiz bajarildi. Buni oq rangga bo'yab qo'yamiz. Vizir tuxumini olish. Buni ham Ender Dragon tuxumiga o'xshab olamiz. Ya'ni chatga deb olamiz. With her Vizir Spawn Egg. Mana bizga Vizir ham tuxum berdi. Biz buni uzoqda tiriltiramiz. Hech qanaqa mod emas, cheat deyiladi. Cheat bu Minecraft o'zida bo'ladi, operator rejimiga qo'ysak. Xullas bu portlaydi haqiqiy vizir. Va bizning ikkinchi vazifamiz ham bajarildi. Shu videoga 15 ta like qilgan bo'lsa, undan ham zo'r narsa, zo'r cheatlar ko'rsataman sizlarga. Kichkina bo'lishdi ham. NPK o'sha mashhur cheat. Hamma ishlatadi. Ya'ni o'rtog'ingiz bo'lmasa, NPKni qo'yib o'rtoqqa video olsangiz bo'ladi. Ya'ni buni olish uchun summon NPK deb yozib olamiz chatga va NPK tiriladi. Shunday villager. Buni zombi ishlamaydi. Xullas buni command block o'rnida ishlatsak bo'ladi. Xullas buni o'g'il bola qilib qo'ydim. Chatga command block deb OK deb yozamiz. Legalligini hozir ko'rsataman sizlarga. Yo'qa. Va to'rtta deb bossak, to'rtta down deb all yozdim. Xullas OK deb bossak, to'rtta olmos beradi mana aytilgandek. Buni survivalda qilsalaring, shu dialogda o'zi ko'rinadi. Dialoglar ko'rmaydi. Xullas juda ham zo'r ishlashga mod. Buni bu command blockdan ham zo'r. Endi command block olish kerak ekan. Chatga give a command block yozamiz. Yozdim va menga command block berdi. Bu vazifamiz ham bajarildi. Bu juda ham oson, lekin ko'pchilik so'rayapti. Vaqtni belgilash, ya'ni hozir menda abid ekan, o'rtada turibdi quyosh. Biz buni hozir chatdan tayoqcha ustiga bosamiz va time degan joyni bosib olamiz. Hozir men kechqurun quyosh degan midnight degan tugmasini bossak, mana endi qop-qorong'u. Endi yorib qolmoqchi bo'lsak, yorib bo'ldi. Ya'ni bu yoqda quyosh. Mana ekan. Xullas vazifamiz ham bajarildi. Chaqmoq urdirish vazifasi. Buni command blockdan ham bo'ladi, o'zimiz qilsak ham bo'ladi. Hozir men sizlarga command blockdan qilishni ko'rsataman. Command blockni qo'yib olamiz. Aktivlashtiramiz va summon bo'lsak, buni pasni mana shunday chaqmoq uraveradi. Cheksiz chaqmoq uradi. Agar biz mana uni vaqtini, ya'ni buni qancha oshirganimiz sababli sekinlashib ketadi. Masalan, hozir biz 20 qildik, sekinroq uradi. Ya'ni 20 sekund emas, lekin sekinroq uradi. Chaqmoq urdirish vazifasini ham bajardim.
Dragonni tiriltirib hech narsa qilmaydi. Bu yoqqa qo'yganim уже. Chaqon qidirishga kelganim bu vazifani bajardi. Barcha moblarni o'ldirish. Ya'ni bu barcha moblarni o'ldiradi. Survival'daligida o'zi qilib ko'rmay sizlarni ham o'ldirib yuboradi. Ya'ni hamma moblarni o'ldiradi deganda sizlarga qadrli bo'lgan itlaringni, hamma narsalarni o'ldirib yuborish mumkin. Shuning uchun bu chatdan ehtiyot bo'lamiz. Hozir menga o'xshagan vaziyatda, lekin bu qilsa bo'ladi, chunki men kreativdaman. Sizlarga o'ylayman. Balki deb yozamiz. Inglizchada i. Va barcha moblar o'ladi yaqin atrofimizdagi faqat. Va bu vazifa ham bajarildi. One block yaratish eng zo'r vazifalardan biri. Biz buni bajarishimiz uchun command block kerak bo'ladi. Va biz buni ko'k rangdagisini olamiz, aktivlashtiramiz va set block deb yozib olamiz. Bizga bunaqa belgilar kerak. Bu bizni aktivlashtirishimiz uchun va bizga qanday turdagi one block kerak, masalan, olmos blok, diamond blok, ya'ni olmos blok, one bittalik olmos 6 blok. Bular hozir berdi. Nimadir xatolik ketganligi sababli o'xshamay qoldi. Ammo bir deyonda mana turmaydi. Maytdagi joy bo'lmaydi. Xullas mana. Cheksiz olmos yaratiladi. Va biz buni hozir olmos emas, balki doy blok qilmoqchi bo'lsak, ya'ni dirt deb yozamiz. Cheksiz doy blok. Cheksiz ketaveradi. Xullas command block chizsak, bu cheksiz emas qoladi. Bu vazifa ham bajarildi. Xullas videomiz tugadimi degan savolga ha deb javob beraman. Sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videomiz albatta uzoq kutilgan noyob resurslar topdik videosini 4-qismi bo'ladi. Chiqarishimizdan oldin like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Axir biz 3000 taga qarab ketyapmiz.